Bavariyani taxminlarda g'oliblikni qo'lga kiritsa kerak deganman. Nimchorakda aytganman, esingizda bor. PSG juda kuchli. Ikkinchi marotaba qatorasiga g'oliblikni qo'lga kiritishi mumkin va bu tomondan chiqadigani shularning g'olibi ko'p ehtimol oladi deyishyapti mutaxassislar. Lekin meni istagim shu kelasidan bittasi olsinki, bir ertak eshitaylik. Umrida birinchi marotaba g'oliblikni qo'lga kiritayotgan jamoalarni ko'raylik. Arsenal olsa bu Arteta. Arsene Wenger qilmagan ishni qilibdi, qatorasiga ikki marotaba hech qachon Arsenal yarim finallargacha chiqmagan. 2 marta chiqqan o'zi bundan oldin. Artetadan oldin. Bor-yo'q 2 marta chiqqan. Shuni 2 yilning ichida qilyapti Arteta. Respekt. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Va Mikel uchun ham, Arsenal tarixi uchun ham bu sovrin juda ham zarur va ertak. Endi PSG oldi yaqinda. Bavariya o'zi olib yurgan kubogi. Yaxshida 6 marotaba olgan, ikkalasi o'ynagan ham yaqinda finallarda. Xullas bu tomonni ertaga yaxshiroq.